O'rta Osiyodan, O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan namoz ham o'qimaydi, ibodat ham qilmaydi, Rossiyaga ishlagani boradi. Rossiyaga borgandan keyin u tomonda erkinlik, bemalol, go'yoki o'zini erkin his qiladi. Abdulloh Zapalni gapini eshitishni boshlaydi. Birinchi marta eshityapti-yu. Hayotida din yo'q, diyonat yo'q. Birinchi marta eshitgani uchun unga juda go'zal ko'rinadi. Islomning dini ajoyibotlari unga ajoyib ko'rinadi va nima deydi? Mendan boshqa taqvodor odam qolmadi dunyoda. Otam kofir, onam kofir deb boshlaydi. Keyin bu hayajonidan foydalanib, sen bizga haqiqiy shahid maqomi uchun keraksan deyshadi, Turkiyaga olib borishadi, Suriyaga o'tkazishadi, qurbon qilishadi. Norasmiy askariy quvvat Turkiyaga juda qo'l keladi bu. Suriyaliklar aytayapti, nima qilyapsizlar kelib deyapti. Haqiqatan nimaga boradi ularning oldiga bular? Armiyada xizmat qilmaydi u O'zbekistonda. Nimaga O'zbekistondagi armiyaga xizmat qilmayapsan? Niyatingni xolis qilsang shu ham g'azot, millatingni himoya qilyapsan. Diningni, masjidingni himoya qilyapsan, vataningni, chegarangni himoya qilyapsan. Chegarada turar ekansan, rabotda turibsan. Mabodo vafot topsang shahid bo'lasan shu yerda. Yo'q deydi, O'zbekiston demokratik davlat. Turkiya katta xolayli davlatimi? Demokratik davlat Turkiya. Aqli sog'lom odamlar emas ular. Hayotda bir narsaga erishmagan, qo'liga qurol ko'tarib olib, birovni siyosiy o'yiniga o'ynab yuribdi. Suriyadagi urush, Iroqdagi urush, Libiyadagi urush, Yamandagi urushlarni hammasi, Turkiyadagi problemalarni hammasi islom ummatini zaiflashtirish uchun o'ynalgan o'yinlar. Bu o'yinlardan ko'zlangan maqsad Izroilni G'azoni bosganda atrofda kuch qolmasligi uchun o'ynalgan. Va bu ma'noda bu tajribaga ko'ra ular qilgan maqsadlarining bir qismiga erishdi. Suriya o'zi bilan o'zi ovora, Iroq yo'q.